Bu bedrockli qamoqxonani qishloqning shaxsan o'zi men uchun qurdi. Uni ko'ndirish oson bo'lmadi. Qo'y, qishloqqa nega hadeb bahona topaverasan? Video olish kerak bu yergacha. Uyalmaysanmi meni eshigimni taqillatishga? Mayli, kir. Kiraymi yoki yo'qmi? Xullas qishloqqa gapni eshit. Sen yoz deb bahona qilaverma. Tezroq video olish kerak. 13 kundan beri chiqqani yo'q. Ko'rmayapsanmi? Men bandman. Mana bu yerda kitoblarni taxlashim, ularni o'qishim kerak. Hozir yoz bo'lsa, dam olgam kelyapti axir. Videoning mavzusi senga juda ham yoqadi. Bedrockli qamoqxonalar jangi. Yo'q, aytyapman-ku, yo'q. Uyni bezatishim kerak. Ha, tushunarli. Sen o'tgan safargi mag'lubiyatingni ko'tara olmayapsan. Topdimmi? Hech qanaqa men o'tgan safar mag'lub bo'lganim yo'q. Men har doim har safar yutganman. G'alaba mening ikkinchi ismim, bilib qo'y. Agar yuta olsang, unda isbotla buni. Men senga hech narsani isbotlashga majbur emasman. Yo'q, sen shunchaki qo'rqding. Shunchaki qo'rqaningni mana shuni esga berkityapsan. Mening ichimda sher bor, tushundingmi? Hech kimdan qo'rqmayman. Yo'yaman nafik. Mayli, ertaga kelsang o'ylab ko'raman. Erta yetib keldi, seni yo'q qilaman. Bu yoqqa yaramas. Bedrockli qamoqxonami, silindrmi yoki paypoqlar jangimi yo'yib tashlayman. Bo'ldi, jonga tegding axir. Hozir o'ldirasan-ku. Mayli, olmadan qaji, siqilma. Bo'ldi, bo'lmasam. Sen bilan ertaga gaplashamiz. Do'stlar, mening maqsadim yoz oxirigacha 400 ming obunachi yig'ish. Va bunda menga faqat siz yordam bera olasiz. Agar siz shu paytgacha mana bu obuna tugmasini negadir bosmagan bo'lsangiz, hoziroq bosib qo'ying. Qo'ng'iroqcha ham esdan chiqmasin. Yoqimli tomosha tilayman. Parkur. Mana bu yerda qilish kerak, la'natni blok qo'yilmadi, g'isht. Mana o'rgan, sen qanday qilish kerak? La'nati meni bittagina qilmay ekan. Valdir qilasan, hech balo qilolmaysan. Qara, o'rganasan sekin. Devorni oxirigacha bora olaman. Mening bedrockli qamoqxonam senikidan 4 barobar zo'r, shuni bilib qo'y. Ha, qishloqqa, men bunaqa gaplaringdan ko'p eshitganman. Hammasini amalda bilib olamiz. Kimning qamoqxonasi zo'rroq chiqar ekan? Do'stlar, biz endi qishloqni o'ldirib yuboradigan qamoqxona qurilishini boshlaymiz. Bizga mana bu narsalar kerak bo'ladi. Men qishloq uchun birinchi xonani qurilish ishlarini boshladim. Qishloq shunisidan ham o'ta olmasa kerak. Mana bu yerga ham ozgina obsidian qo'yamiz, bu yerni esa nazaratga almashtiramiz. Nima uchun ekanligini hozir tushuntiraman. Endi bizga mana bu yondirgalka kerak. Minecraftda mana bunday to'siq ustidan shunchaki o'tishning iloji yo'q. Agar siz yonayotgan bo'lsangiz, olov kuchi bilan o'tib ketishning kichkinagina imkoniyati bor. Va mana shu imkoniyat edi. Izohlarda yozib qoldirasiz. Buni bilarmidingiz yoki yo'q? Bu hali boshlanish edi. Xonaning qolgan qismi esa lavali ko'ldan iborat bo'ladi. Ha, bu bedrockli qamoqxonadan o'tish uchun qishloqqa speedrunlikni ham bilishiga to'g'ri keladi. Xo'sh, endi qishloqqa yondirgalkani qayerdan olishini o'ylashimiz kerak. Axir unga shunchaki berib qo'ya olmaymiz-ku. Shu borada menda bir ajoyib g'oya bor. Kim bilmasa, Minecraftda agar temir aslahani pechkada eritadigan bo'lsak, evaziga bitta temir parchasini olishimiz mumkin. Bu temir parchasi 9 tasini birlashtirgan holda bitta temir quymasga ega bo'lamiz. Buni esa kremniy bilan birlashtirsa yondirgalka bo'ladi. Endi esa qishloq temir parchalarini birlashtira olish uchun unga verstak kerak. Verstakni ham biz shunchaki bera olmaymiz. Qishloqni chalkashtirish maqsadida bu yerga ozgina go'sht ham solib qo'yamiz. Endi esa ish stoli masalasiga qaytargan bo'lsak, ish stolining pastki qismi bilan eman taxtasining ko'rinishi bir xil ekanligini, ularda hech qanday farqi yo'q. Biz esa aynan shu farqi yo'qligidan foydalanib butun tomni verstakdan qilamiz. Bir qishloqqa qiynalsin, qishloqqa verstak qani deb baqir-chaqir qilayotgan paytda butun tom verstakdan bo'ladi. Nega o'zi men bularni qo'lda qilyapman? Albatta bu tepadan unchalik ham chiroyli ko'rinmayapti. Lekin pastdan umuman sezib bo'lmaydi. O'ylab qoldim, nazarat cheksiz yonadi. Bu degani qishloqning cheksiz imkoniyati bor. Bu esa bizga to'g'ri kelmaydi. Taxtaga almashtiramiz. Temir masalasini hal qilgan ekanmiz, endi kremniy masalasini ham hal qilish kerak. Mana bu yerga ko'rinmas ramkani qo'yamizda, sandiqlar xalaqit berayotganini tushunib yetamiz. Endi esa kremniyni ko'rinmas ramkaga joylashtiramiz va sandiqlarni qaytarib qo'yamiz. Qishloqqa narsalarni erta olish uchun unga ikkita pechka beramiz va ularni uzoqroqqa qo'yamiz. Nega bilmadim, shunaqasi zo'r. Qishloqqa sandiqning ichidan temir aslahani oladi-da, kelib pechkaga eritadi. Evaziga esa temir parchasini oladi. Buni esa tepadagi verstakda birlashtirib, temir quyma yasaydi. U va kremniyni birlashtirgan holda esa yondirgalka yasaydi. U bilan esa bu yerdan qochib ketadi. Lekin bu bilan qishloqqa ozod bo'ldi degani emas. Endi esa lavaning ostiga mana bu sirli blokni qo'yib qo'yamiz. Bu blokni bemalol lavani orasidan ochish mumkin. Qishloqqa esa taxminan uni mana bunday qilib topishi mumkin. Ana ko'rib turibdi. Bitta video uchun juda ham ko'p ma'lumot. Endi esa bu blokni ichini qayiqlar bilan to'ldiramiz. Qishloqqa 9 ta kamlik qilish ehtimoli bor, shuning uchun yana bitta qo'yamiz. Qishloqqa to'g'ri ma'noda yog'och qayiq bilan lavali ko'ldan o'tishga to'g'ri keladi. Va bu unchalik ham qiyin emas. Aytganimdek, bu ishni qilish umuman qiyin emas. Endi xonani qolgan joyini tayyorlash qoldi. Umid qilamanki, qishloqqa bittagina bo'lsa ham ortiqcha qayiq olib oladi. Chunki bu xonadan chiqishning yagona yo'li shu qayiq. Qiziq, o'zi porshun orqali qayiqni bloklarning orasiga tiqish mumkinmikan? Yo'q.
Agar dastak ishlatadigan bo'lsak, biror nima o'zgararmikin tekshirib ko'ramiz va o'zgarishlar unchalik ham katta emas. Xo'sh, agar mana bunday qiladigan bo'lsak-chi, biror xil o'zgarish bo'ladimi? Qani u tarafga o'tish kerak? O't. Bo'lmadi. Xo'sh, men konstruksiyani ozgina takomillashtirdim. Endi hammasi o'xshashi kerak deb o'ylaganimda, men Bedrock orasida qolib ketdim. Menimcha bizga Porsche umuman kerak bo'lmasa kerak. Agar mana bunday qilsak va nihoyat men devor orasidan o'tdim qayiq orqali. Qishloqqa qayiq orqali mana bu lavali ko'ldan o'tadi va oxirgi qolgan qayig'ini mana bu yerga qo'yadi yoki oxirgisi emas va devor orasidan o'tib ketadi. Buning iloji bor. Devor orasidan o'tish mumkin qayiq orqali. Bu esa qamoqxonamizning ikkinchi xonasi. Qizil qo'ziqorin endi portalning ramkasini yo'q qilishini eshitganman, lekin Bedrock bilan ham bu shundaymi? Balki qo'ziqorinlar Bedrockda o'smas. Endi yana bir bor tekshirib ko'ramiz va sal uzoqroq ekibman. Yana bir bor tekshirib ko'ramiz. Endi esa pastroq. Mana bunday qilsak aniq adashmaymiz. Endi bularni hammasini yana sindirish kerak. Bu safar endi aniq o'xshashi kerak va yo'q, o'xshamabdi la'nati. Mayli. Lekin men bilishimcha portalning ramkasini aniq sindira olish kerak. To'g'rimi? O'stirib ko'ramiz va birinchi qo'ziqorinlarni tozalash kerak shekilli. Hammasi tayyorligida yana bir bor o'stiramiz va yurosdan yo'q qildi. Bu hali ham ishlashini bilmasdim. Endi aynan shu mexanikani ishlatamiz. Butun devor mana shu portaldan iborat bo'ladi. To'g'rirog'i portalning ramkasidan. Har ehtimolga qarshi yana bir marta eksperiment qilib ko'ramiz, ishlaydimi yo'qmi? Va ishlayapti. Joyi, bundan yaxshisi bo'lmaydi. Xo'sh, biz aynan qanday tuzoq qilishimizni bildik. Endi bo'lsa, qanday bu narsalarni qishloqiga berishni o'ylash kerak. Masalan, mana buni. To'g'rirog'i esa aynan mana bu 3 ta narsa haqida bosh qotirishimiz kerak. Mana bu ham. Mana bu aylanati. Xullas, mana bu 3 ta narsani qanday berkitish haqida bosh qotirishimiz kerak. Aynan esa mana bu suyak kukuni qo'ziqorinni o'stirish uchun, keyin bo'lsa mana bu tuproq qo'ziqorinni ekish uchun va qo'ziqorinning o'zi. Menimcha suyak kukunini qanday olishni bildim. U mana bu baliqchalardan tushadi, yarmaschalardan. Faqat menga hech tushmayapti. Lekin buni tushunsa bo'ladi. Chunki uning tushish ehtimoli atagi 5% ni tashkil qiladi. 5% bo'lsa ham buning ehtimoli bor. Shuning uchun aynan shundan foydalanamiz. Chunki bu baliqchalar juda ham ko'p videolarda qatnashgan. Kim bilsa biladi. Xo'sh, qaysi blokni ishlatsam ekan? Qaysi bir yo'q, nega sizlar doim meni videolarimda halok bo'lasizlar? Nega? Qishloqqa bu fuga baliqlarni qo'lda o'ldirib qiynalib yurmaslik uchun mana bu yerga gubka qo'yamiz. Kim bilmasa, gubka Minecraftda suvni shimib olish qobiliyatiga ega. Yana gubka o'zbekchasiga shimgich bo'ladi. Endi hammasi aniq. Qishloqqa gubkani sindirgan taqdirda ham uni ola olmasligi kerak. Shuning uchun shuncha katta to'siq qildim. Ha, ola olmayapti, hammasi zo'r. Agar unda albatta yordamchi blok bo'lmasa, shunday qilsa agar olsa bo'ladi, lekin biz buni taqiqlab qo'yamiz. Chunki bu yerdagi hamma qoidalarni biz qo'yamiz. Bu fugali hovuzga qarayapman-da, shuni tushunib yetyapman. Bu yerda menimcha bitta gubka bilan hech narsa qilib bo'lmaydi, yoki shimg'ich bilan. Xo'sh, suyak masalasini hal qildik. Endi tuproqqa navbat. Oldiniga bilib olaylik. Qo'ziqorin xohlagan tuprog'ida o'sa oladimi? Ha, o'sa oladi. Ildiz bosgan va tosh bosgan tuproqlarda ham o'sa oladimi? Ha, o'sa oladi. Bu qo'ziqorinlarni tozalayverish jonim o'taydi. Qo'ziqorin mog'orda ham o'sadi. Biz esa mana shu mog'orni beramiz qishloqiga. Faqat bir daraja ko'tarib olamiz. Kim bilmasa, Minecraftda mog'or oldida tosh va toshga o'xshagan bloklar bo'lsa, unga suyak kukunni ishlatish orqali toshlarni ham mog'orga aylantirish mumkin. Biz esa har doimgidek shu mexanikani o'g'irlaymiz-da, o'zimizda qamoqxonamizda ishlatamiz. Bu video uchun menimcha bu odat bo'lib qoldi. Bittagina suyak kukuni orqali birgala mog'or qilsak bo'ladi. Bo'ldi, qo'ziqorinni ekadigan narsa ham hal bo'ldi. Endi esa eng muhimi, qo'ziqorinning o'zi qoldi. Aslida esa bu eng osoni. Shunchaki qizil mana bunaqa sigirni qo'yamiz. Agar uni qaychi bilan qaychilasa, bizga qo'ziqorinchalarni tashlaydi. Buni ham bilarmidingiz? Izohlarga yozib qoldiring. Xo'sh, sizlar bilan kelishib olaylik. Agar sizlar bu videoda atagi bitta bo'lsa ham Minecraft haqida yangi narsa bilgan bo'lsangiz, videoga like bosing. Agar hammasini oldindan bilgan bo'lsangiz, unda mayli, unda dislike bosing. Agar like bosgan bo'lsangiz, unda qo'shimchasiga obunani ham bosib qo'ying. Yana ustiga qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Umuman zo'r bo'ladi hammasi. Kanalga obuna bo'lgan ekansiz, demak Telegram kanalga. Endi esa bu sigirni qaychilash uchun ham qaychini qayergadir berkitib qo'yish kerak. Qayerga lekin? Ko'rinmas ramka orqali mana bu anvilni orqasiga berkitib qo'ysak, menimcha ajoyib bo'ladi. Mana bunday qilib qo'yamiz. Tayyor bo'ldi menimcha. Vop, tushib ketibdi-ku. Yana bu nimasi? Anvilni agar bunday qo'ysa ham tushib ketadimi? Tekshirib ko'ramiz.
Va bu safar tushib ketmadi. Ajoyib, shunday turadi bo'lmasam. Qo'ziqorin masalasi ham hal bo'ldi. Xo'sh, endi qishloqqa nima qilishni o'ylab chiqaylik. U mana bu yerga kelib qo'ziqorinni oladi, xo'sh, bu yoqqa kelib suyak kukunini oladi, hammasi joyida. Ana bu yerga borib bo'lsa mog'orni oladi. Keyin hammasini bitta qilib mana bu yoqqa keladi va mana shu yerga qo'ziqorinni ekadi, o'stirib mana bu yerda yo'q qilib qochib ketadi. Hammasi ajoyib, like bosing. Faqat bular yana yo'q bo'lib qolmasligi uchun har ehtimolga qarshi nomlab qo'yamiz. Mana bunisini qaychi deb nomlaymiz. Fuga baliqlarida bo'lsa hammasini suyak kukun deb nomlaymiz. Qishloqqa sal-pal tushirishi uchun. Mana bu vagoncha esa 3-bosqichga o'tadigan joy bo'ladi. Hozir ko'rsatib beraman bu qanday ishlashini. Mana bu tarafda bo'ladi. Qishloqqa devorni buzgandan keyin vagonchaga o'tiradi, bu yoqqa surilib o'tib oladi. Endi biz 3-xonaning qurilish ishlarini boshlaymiz. Buni oldingi videolarda ham qilganman, aniqrog'i bittasida. Bu uskuna menga shu qadar yoqib qolganki, bu yerda ham qaytargim kelib qoldi. Va u juda ham oson quriladi. Hozir 4 ta blokni qo'yib yasab tashlaymiz. Mana bu yerga xohlagan bironta blokni qo'yamiz, ustidan esa redstone o'tkazamiz. Oxirida esa bittagina tugmachani qo'ysak, tayyor. Katapulta 5600 so'm. Faqat unga o'q-dori joylaydigan joyni qilish esimizdan chiqibdi. Bu ham unchalik qiyin qilinmaydi. Shunchaki devorcha xohlagan portlamaydigan blokdan portlaydigan bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Xullas otamiz. 1 2 3 vaqtida qo'yish kerak. Bunaqa emas. Mana hozir boshqatdan qilib ko'ramiz. Portlashga 1 soniya qolganda bosish kerak. Va tayyor uchib ketdi. Faqat qayerga uchib ketdi? Umid qilamanki, unchalik uzoqqa emas. Yo'q. Menimcha bu xonani kattalashtiramiz shekilli. Juda ham uzoqqa uchib ketdi-ku yaramasi. Ya'ni bittasini orqasidan yuboramiz dedim. O'xshamadi. Oho, menimcha yaxshi yere kattalashtirish kerak bu devorni. Taxminan shuncha qilsak bo'ladi. Umid qilamanki, shuncha qilayotganimga yarasha qishloq ham ajoyib tuzoqlar qilyapti. Yo'qsa zerkarli bo'ladi. Ha mayli, qanaqa qilganini sal keyinroq bilib olamiz. Hozircha o'zimiznikini qurishimiz kerak. Agar dozani 2 barobar o'shirsak, uzoqroqqa ucharmi tekshirib ko'ramiz. Va yo, ikkinchisi bami keyin portladi. Foydasi yo'q, lekin bu dahshatli darajada uzoqqa uchyapti. Yana qancha kattalashtirish mumkin axir? Balki bu yerni kattalashtirguncha mana buni kichraytirish kerakdir, ha? Ha nima, bu ham qo'ya yana to'g'ri ham eshitilyapti. Mana bu ikkitasini olib tashlasak, menimcha hozir 3 dan 1 qismiga kuchsizlashish kerak. Hozir aynan shuni amalda tekshirib ko'ramiz. Biror nima o'zgaradimi yoki yo'q? Otamiz va xato paytda bosdim. Mayli, ikkinchi dubl ursini kesib tasharmiz balki yoki yo'q uchdi va menimcha hech narsa o'zgargani yo'q. Hali ham uchib ketyapti kosmosga qarab. Shuncha kattalashtirish yetmasa, unda bilmadim. Shu aniq yetadi. Bedrockli devorda ham oxiriga yetib keldik. Amalda tekshirib ko'ramiz va uchdi. Namuncha pastga uchdi. 2 kilometr qilganingda 3 santimetrga uchadi. Bu qanday dahshat. Agar mana bunday qilsak, tez bossak agar mana. Endi bo'lsa hammasi bir-biriga yaqin vaqtda portlash kerak. Uchdi va yo'q. Bittasida uchta adashmasam. Lekin dahshatli darajada uzoqqa tushdi, lekin ichkariga tushdi. Endi esa o'rtaga mana bu qarovchilarni qo'yib chiqamiz. Anvillar uchib kelib, to'g'ri mana shularning yuziga tushadi va redstone signal beradi. Biz esa aynan shu mexanikani ishlatamiz. Qo'limdagi bloklar orqali esa bularni hammasini hududlarga bo'lib chiqamiz. Och yashil, to'q yashil, feruza rang, ko'k rang, siyoh rang, sariq, qizil rang, sabzi rang. Qishloqqa esa aynan sariqga tushirish kerak. Sariq ham o'rtada, ham ko'pchilikni yoqtirgan rang. Agar sariq sizning yoqtirgan rangingiz bo'lsa, like bosing. Xo'sh, qani men ham bir marta urinib ko'raychi sariqqa tushirishga. Albatta, bittasida o'xshamasligi ehtimoli juda ham katta. Qaysi rangga tushadi va sariq bittada qanday? Umid qilamanki, bu unchalik oson ish emas. Men omadim keldi. Endi esa sariq rangni tagidan redstone o'tkazamiz. Faqat shurusga tushganda redstone signal beradi. Tekshirib ko'ramiz va hammasi ajoyib ishlayapti. Endi esa o'sha qadimgi dinozavrlar foydalanadigan redstone tepaga chiqarish usulidan foydalanamiz. Bu o'lim mashinasi stalaktit yoki stalagmit hisobiga ishlaydi. Agar anvil sariq joyga tushsa, mana shu stalagmit pastga qarab qulaydi. U qulaydi, to'g'ri, mana bu badbashara maxluqni kallasiga qulaydi va o'ldiradi. Qo'y, men hali qurib bo'lmadim. Qaranglar, sandiq o'rniga qanday narsa o'ylab topdim. Mana bunga o'tirasan-da, ichiga hamma narsani solib qo'yasan. Iloji boricha ko'proq. Qishloqqa nechta tushadi hech kim bilmaydi. Ajoyib, olib ishlataverasan. Qishloqqa shunga kallasi yetarmi yo'q bilmadim, ha mayli. Hozir esa men yana bir bor omadimni tekshirib ko'raman. Qani, uchta, qayerga uchdi? Faqat sarig'iga bo'lmasdan bunchalik oson emas-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Mana bu yerga tushganda Vardarning kallasiga mittagina bo'lsa ham juda ko'p jon oladigan narsa qulardi. Qayiq buzilib ketibdi-ku, bombani dast
pastidan. Mayli, unda shunchaki oddiy sandiqqa solib qo'ya qolamiz. Endi esa Vardenni o'ldirgich 5 mingni tekshirib ko'ramiz. Hozir Varden senga qiyin bo'ladi. Qani qula pastga. Hop, ket. Qani va nimasi bu o'lmadi? Endi yaxshigina balandlikka ko'tarildim. Endi aniq o'ldirish kerak menimcha. Yana kattaroq qilamiz. 3-4 ta urilsin, o'lsin bu yaramas Varden. Mana bu blok esa eski balandlik. Mana u qanchalik balandga ko'tarildi, deyarli ko'rinmay qoldi. Agar shuncha balandlikdan ham o'lmasa, unda men bilmadim uni qanday o'ldirish mumkin. Mayli, tajriba ishlarini boshlaymiz. Yana nimadir o'ylab topamiz. Agar o'lmay qolsa, birorta mo'jiza qulayapti. Qara, xo'sh, Varden, meni ko'zlarimga qara. Ne, ko'zlarimga qaramay orqaga qarab turibsan. Hozir sen maydalanib ketasan. Bu g'ishtni o'zi qancha joni bor, men tasavvur ham qila olmayman. Agar siz bilsangiz, izohlarga yozib qoldiring, iltimos. Buni joni cheksiz shekilli. Nega o'zi kreativda buchalar tepaga sekin chiqadi-ya? Mana bu Ender Marvellar bor yaxshi, mana shular bilan chiqsa bo'ladi. Yeb pastga tushib ketdi-ku, yana bitta ochish kerak. Qani bo'l, teleport qilma pastga iltimos. Bunisi ham pastga tushib ketdi. Yo. Shuncha bor yo'qol hamon. Bu safar stalaktitga qo'shib yana bitta sovg'a qo'shdim. Bu aniq Vardenga yoqmaydi. Ha, bu anvil edi. Hozir kallangga stalaktit va anvil qulaydi. Endi tamomsan. Endi o'lmasa bo'lmaydi. Bor yo'qol. Yaxshilab o'ylab qarasa, agar bu marvaridlarni o'ylab o'tsa, bemalol ishlatsa bo'ladi. Yo'q, qaytarib yubordim gapimni. Hech qachon bu marvaridlar bilan tepaga chiqmang, iltimos. Bu marvaridlarni bitta joyga 3-chi marta chiqyapman. Qanday vijdonsizlik bu? Topdim, bu Vardenni o'ldirish uchun ko'proq mana bunaqa anvillardan qo'yish kerak. Bittasi o'ldirmasa, ikkitasi o'ldirmasa, 3tasi aniq o'ldiradi-ku, to'g'rimi? Xullas bo'ldi, yetadi. Agar o'lmasa yana bir bor tekizishga to'g'ri keladi, keyin yana bitta anval tushib uni aniq o'ldiradi. Bu xona butunlay tugadi. Agar u to'g'ri tushirsa, mana bu dinamit yo'lni ochadi qishloq uchun. Endi bo'lsa keyingi xonaga o'tamiz. Bizga bu yerda command blok kerak bo'ladi. Faqat hozircha bu yerni bo'sh qoldirib turamiz. Bizga sal keyinroq kerak. Mana bu yerda gigant xonani qurganimizdan keyin. Nega deysizmi? Hozir bilib olasiz hammasini. Bu yangi xonamizning, to'g'rirog'i bedrockli qamoqxonamizning sinov bo'ladi. Bu xona butunlay suvga to'la. Shuning uchun ham u yaxshigina qiyin bo'ladi. Mana bu yerda esa biz dengizning yuragini quramiz. Dengiz yuragi nima deydiganlar diqqatiga. Agar mana bunday suv ostidagi prizmarin bilan o'ralgan joyga mana bu dengiz manbayini qo'yadigan bo'lsak, u mana shunday tarzda aylanishni boshlaydi. Bu juda ham chiroyli ko'rinadi va u yana mana bunday effekt beradi. Bu orqali suv tagida xohlagancha yurish mumkin va yana har xil effektlar tungi ko'ra shunga o'xshash. Lekin bizga aynan dengiz tagida xohlagancha nafas olish effekti kerak. Aytgancha, kelishuvimiz esinglardami? Agar yangi narsa bilsangiz, like bosasizlar. Shunchaki eslatyapman. Dengiz manbayini o'rtaga qo'yamiz va ishlashi kerak. Vo, ishladi, bo'ldi, tayyor hammasi. Aytgancha, bu yana juda ham chiroyli tovushlar tarqatadi. Tovushni sal ko'taramiz va eshitinglar. Endi esa har doimgidek hammasini dahshatli darajada qiyinlashtirish ishlarini boshlaymiz. Boshlanishga mana buni qishloqqa qanday olishni hal qiladigan bo'lsak, kim bilmasa bu dengiz manbai yasaladi. Buning uchun sizga 8 ta Nautilus chirag'anog'i va bitta dengiz yuragi kerak bo'ladi. Va Verstakda ularning crafti aynan mana shunday ko'rinadi. Bu esa dekoratsiya uchun, bu umuman muhim emas, shunchaki ko'rsatkichcha qilib qo'ysa bo'ladi, ajoyib qilib. Mana bu esa Verstak. Bu Verstakda qilish kerak degan ma'noda. Menimcha qishloqqa hammasini tushunadi. Qishloqqa to'siq sifatida esa mana bu yerga zombilarni qo'yamiz. Kim bilsa Minecraftda zombilarni o'tsak, suvga solib qo'ysa, ular utoplenniklarga aylanadi. Ya'ni cho'kib ketgan zombilarga va ularni kallasidagi hech narsani eslatmayaptimi, ha? Eslatayotgandir balki, bir yaxshilab qaranglar. Endi esa men aytgan mana bu command bloklarga qaytamiz. Bu yerga mana bu koordinatlarni yozamiz. Tayyor, ustiga esa mana bu oltin plitani, bu yerga esa mana bu effektni qo'yamiz. Bu effekt orqali suv tagida nafas olish mumkin. 20 soniya, ajoyib. Shu payt ichida qishloqqa tirik qolish kerak. Qani bosamiz va negadir ishlamayapti. Ajoyib. Endi bu yerda qishloq paydo bo'lgandan keyin unda 20 soniya vaqt bo'ladi dengiz yuragini yasab joyiga qo'yish uchun. Hammasini to'liq tekshirib ko'ramiz. Mana 20 soniyaga berildi. Uni bossak esa teleport bo'lamiz. Bizga mana bu mahluqlar yopishadi. Biz esa qochib mana bu yerga borib dengiz yuragini yasashimiz kerak. Bizga esa mana bular xalaqit beradi. Hammasi ajoyib. Buni yasab bo'lgandan keyin mana bu mahluqlar orasidan o'tamizda, ana bu yerga borib dengiz yuragini qo'yamiz. Va yana mana bu 20 soniyani 60 qilgim kelyapti. Shuki
20 soniya meni o'ylashimcha juda ham kam. Endi esa bo'ladi 60 soniya ichida. Bu yerdan chiqish uchun esa qishloqqa ko'mir bloklarini sindirishga to'g'ri keladi. Tosh kirka bilan. Suv ostida bu juda ham qiyin, bilib qo'yinglar. Yana seni 15 ta maxluq o'ldirmoqchi bo'lsa, hozir quradigan bedrockli qamoqxonamiz oxirgisi bo'ladi. Undan keyin qishloqnikidan o'tib ko'ramiz. Bu xonadan o'tish uchun esa shamni mana bu yerga qo'yish kerak. Ustiga esa mana bunday qayiqni qo'yamiz. Muhimi bu xonada qayiqqa o'tirish taqiqlanadi. Shunday qoidasi bor. O'tirmaymizda mana bu yerga chiqib olamiz. Agar tagida sham bo'lmasa, bu yerdan sakrab chiqishning iloji yo'q. Va eng muhim qoidani unutmaslik kerak. Qayiqqa o'tirish taqiqlanadi. Unda juda ham oson bo'lib qoladi. O'tirish mumkin bo'lsa, yana to'liq bloklar ham qo'yish mumkin emas. Shamni yasash uchun esa asallarning asali kerak bo'ladi. Asalni olish uchun esa qaychi, qaychiga esa temir kerak bo'ladi. Shu temir orqali qishloqni qiynaymiz. Buning uchun esa har doimgidek Minecraftning mexanikasini ishlatamiz. Agar qishloqqa vaqtida temir quymasini qutqarishga ulgurmasa, u umuman yutqazadi. Oxiriga kelganda. Kim bilmasa Minecraftda narsalar bir-biriga tortishadi. Agar ikkita bir xil narsa bir-biriga yaqin masofada yotgan bo'lsa, ular bitta joyga yig'ilib qoladi. Aynan shu narsaning hozir biz guvohga aylanamiz. Ana tayyor, endi olsa bo'ladi. Agar olmasa, u kaktusga tushib yo'q bo'lib ketadi. Tayyor. Qishloqqa ip oladi va asallarini asalni oladi, ikkalasini birlashtirib sham yasaydi. Do'stlar, izohlarda sizga aynan qaysi xona yoqqanini yozib qoldiring. Qishloqnikidan bo'lsa ham. Masalan, mening o'zimga eng ko'p birinchi va ikkinchi xonalar yoqdi. Qush bu ozodlik degani, sababi uning qanotlari bor. Qanotlar orqali xohlagan joylarga uchib ketish mumkin. Shuning uchun ham bu ozodlik. Shuning uchun bu sandiqqa qanotlar solishdan ko'ra yaxshiroq narsa yo'q. Endi qurgan narsalarimiz atrofida bir uchib ko'raylikchi, qani nimalar qilibmiz. Menimcha bu qamoqxona ajoyib ko'rinyapti. Xo'sh do'stlar, bu hali boshlanishi. Hozir qishloqqa va mening qamoqxonalarimni tekshirib ko'ramiz. Kimniki zo'rroq ekan? Izohlarga albatta yozing, kimniki zo'rroqligini. Chunki juda ham ko'p vaqt davomida yaratilgan qamoqxonalarni ko'rasizlar. Arziydi-ku. Qishloqqa sen bu yerda ko'p paytdan beri turibsanmi deyman. Men qotib qolgansan. Xo'y, menimcha bu ichib qolgan shekilli. Bo'lmasam shartta itarib boramiz. Kechir qishloqqa, lekin kechirmasang ham mayli tushib ketdi. Voydi! Qaramay gapga nima qonunlar qo'shib tashlabdi, eshitmadi. Axir bu haqiqiy qo'shiq, bu san'at asaridir. Qishloqqa bu sandiqqa nega kristal solib qo'ygansan? Birorta sababi bormi? Bu yoqqa ber o'sha kristallarni, bu yoqqa ber. Tushib ketdi, sakra! Men ularni ushlayman. Shuni qo'limga bersang, o'lasana. Qasos, o'l. Nafik. O'zing pachoqqa o'xshab ushlay olmading. Vop, qayiq drop, o'xshamadi. Bu joyni qirqib tashlasan, tushundingmi? Bu joyni qo'shma. Mana bunisini qilaman, o'shani qo'sh. Qo'shsang, unisini o'ldiraman. Qani? Cha ko'rding, bittadan hech qanaqa xatolarsiz. Shu karnayni chalmaslikning iloji yo'qmi? Bu karna emas, echkini shoxi. Bu sakra qamoqxonaga. Xo'p, mayli, umid qilamanki men g'alaba qozonaman. Urmasaychi. Voy, tushayman. Yaramas, men tushayman shu yerga. Tushsang to'sh deb qo'ymayapti. Xo'sh, mana shu seni qamoqxonangmi? Endi bu yerni o'rganish kerak. Nimalar bor degani qo'rqma, men albatta bu yerdan chiqib ketaman. Nimadir boshqachada bu yerda. Bir nima boshqacha. Ha, bu ikkinchi xona ekan, la'natli. Biz erta kuyib qoldik bu yoqqa. Mayli, bularni sen ko'rmading, tushundingmi? Hammasini ko'rmading. Nima der ro'zda qamoqxona qayerdan boshlanganini unutdingmi? Bu qanday tentaklik? Qara, men 4 blokka sakradim. Sen ham qila olasanmi? Ana o'xshadi, ko'rdingmi? Qara. Vop, ko'rding, qanaqa uzoqqa sakrayman? Ha, va yana umuman hech qanaqa g'urromlarsiz. Bu safar to'g'ri tushyapmiz qilib yoki yana xatomi bu yer? Bu yerda nima qilishim kerak? Pastga tushib kerakmi? Bu yer emas-da. Bu yerni hozir portlatsam, rasm bilan hamayli qilichni chopaman seni. Kechirma lekin. Sen aniq qamoqxona qurdingmi yoki labirint qurdingmi? Bu aniq o'sha xonami yoki yana xato joyga tushdikmi? Bittada aytib qo'y. Bu safar aniq cho'tka mochka o'sha. Nima dedim? Xato gapirganingdan qo'rqma. Hamma xato qiladi. Faqat sen ko'proq qilasan. Xo'sh, qana ko'raylikchi bu yerda nimalar bor ekan? Xo'sh, ana bu yerda biron nima bormi? Lekin ko'ra olmayapman. Agar mana bunday qilsakcha, ha, menda IQ bor, juda ham baland emas-ku, hamayli. Mana bunday sekin ko'rsak ko'rinish kerak. Vo, ana bu yerda razdatchiklar bor yoki dispenser yoki bilmadim. Xo'sh, o'shalarni qandaydir qilib ishlatish kerak. Lekin qanday? Qishloqqa bu chiqishmi yoki nima bu? Qo'lim bilan babo ocholmayman-ku. Yo'q, bu chiqish emas, hojatxona. Fu, seni xonangda hali kanalizatsiyadan qochish kerak. Bu yerda elek va lamaning tuxumlari bor ekan. Mana shularni ishlatishim kerak shekilli. Mana bu blokda sindirishim kerakmi? Chuqur ma'noda tupurib yur, nima bo'lurlar deyapsan? Ha, tupurish. Qishloqqa yordam uchun rahmat. Demak, bu yerga lama tupurish kerak. Juda ham katta yordam berdi. Hozir men bu lamani uraman va u menga qarab tupurish kerak. Voy, shu paytda qochib qolish kerak edi. Tupur
tupur. E'tiboring uchun lamalar urgandan keyin bir marta tupuradi. Va tupur so'zlarni unchalik ham ko'p aytma. Chiroyli eshitilmayapti. Harakat qilaman, bu lama menga hali ko'p tupursa kerak. Qanday o'zi buni iloji bormi qishloqqa vaqtida qochib qolishdi. Voy, o'xshadimi? Yo'q, voy lamajon, sal yaqinroqqa borish iloji yo'qmi? Qiynalib ketyapti-ku deb. Qana, hop, o'xshadimi? O'xshadi shekilli. Vo, taxta tushdi. Faqat men bu taxtani Elay orqali olishim uchun menga yana bitta kerak. Bu degani shuncha narsadan yana bir bor o'tishim kerak. Boshladik. Bu safar tekkanday bo'ldi. Ha, tovushini ham eshitdim. Qishloqqa nimaga taxta tushmadi? O'zi u yerda bittadan oshiq taxta bormi yoki mana shu yagona va betakror taxtami u yerdagi? Xato qilgan demoqchimisan? Hech qanaqa u yerda bor, faqat sal harakat qil. Bu safar endi qishloqqa aniq tegdi, lekin taxta tushgani yo'q. U yerda menimcha faqat bittagina taxta bor. Xo'sh, ko'raylikchi nimasi buzilgan. Ha, shu ham kallaga kelmaydi. Bittagina taxta ekan, solish esdan chiqibdi. Aytmaysan? Ha, qishloqqa biron bor aytganim yo'q. Mayli, bitta taxtani o'zim tashab qo'ydim, endi ol. To'xta qishloqqa. Menga narsa tashish uchun birinchi navbatda uni qo'lida o'sha blok bo'lishi kerak emasmi? Ha, elinglar qo'ldagi narsani tashlaydigan ha, mayli bo'lsa, bittasini men o'sha, ikkinchisini ol. Yaxshi qishloqqa ber taxtani. Xo'sh, Elayni paydo qilamiz va uni qo'liga mana bu taxtani beramiz va ikkinchisini olib kel deymiz. U esa shartta borib olib keladi, tayyor. O, ochibga ham berishdi. Qo'lidagisini ham olib olamiz. Xo'sh, endi seni ikkita taxta bor. Qanday qochish mumkin bu yerdan? Hozir ko'raychi, bulardan nima yesa bo'lardi? Xo'sh, tayoqcha yesa bo'ladi va yana nima yesa bo'ladi? Ha, bo'ldi, tushundim. Ha, va nihoyat tushunarkansan-ku, tushunmasdan o'lib ketamizmi deb o'ylagandim. Xo'sh, endi ustiga qo'yib bo'lmaskan. Unda yoniga qo'yishimiz kerak va bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Balki sindirib ham ketamiz. Keyin kerak bo'lib qoladi. Yo'q, bunaqa qilib bo'lmaskan. Afsus. Mayli, o'zimiz tushamiz bo'lmasam ketdik. Birinchi xonadan o'tdim deb xursand bo'lma. Qolganlardan o'ta olmaysanmi? Hozir ko'ramiz kim o'tolmaskan. Xo'sh, bizda bu xonada nimalar bor? Ana bu yerda qanaqadir qozon bor. Qozon orqasida esa komparator. Tushunarli. Biz bu qozonga suv to'ldirishimiz kerak. Keyin bo'lsa komparator buni sezadi va redstone signal beradi va nimadir bo'ladi. Tekshirib ko'r, o'xshaydimi yo'qmi? Bu yerda suv, qum va pechka bor. Hammasi mos kelyapti. Faqat kirkirmay kerak, tushunmadim. Mana bu qumni olamiz u holda va pechkaga solamiz. Erishini kutamiz endi. Aytgancha bu yerda versaka bo'lish kerak edi, esdan chiqdi. Wow, bizda elay to'p kelibdi. Ajoyib, lekin bu temir panjaradan qanday o'tdi? Buni o'zini usullari bor. Bo'ldi, qum erib bo'ldi. Endi o'zimizning idishchalarimizni yasasak ham bo'ladi. Men to'g'ri tushungan bo'lsam, mana bu pechkani ham sindirishimiz kerak. Chunki bizga kirka bekorga berilmagan, to'g'rimi? Men ataylab jeb turibman, senga adashib yordam berib qo'ymaydi. Qo'rqma, seni yordamingsiz ham bu yerdan chiqib ketaman. O, bu nimani tovushi? Hozir bir nima bo'ladi va portladi. Ajoyib o'ylabsan qishloqqa. Nega meni taniysanmi? U bilan o'xshashligimizni sezmayapsanmi? Ikkalamizdan daho. Daholigingni bilmadim-ku, lekin boshingning shakli albatta o'xshaydi. Buni maqtov deb qabul qilaman. Xo'sh, bu xonada nimalar bor ekan? Rostini aytsam do'stlar, menga qishloqning qamoqxonasi juda ham yoqyapti. Sizga qanaqa yozib qoldiring. Arti, sen bu yerdan chiqishni o'yla, bularni keyinroq o'ylaysan. Mayli, shoshilmasangchi. Xo'sh, bu yerda qanday blok bor ekan? Ha, buni chalsa bo'ladimi yoki plastikka soladiganmi? Bu yerda esa tosh bor, bu yerda esa ikkita joy bor. Ha, tushunarli. Bu yerda bittasiga kriperda, bittasiga skelet solishib kerak. Kriperdan bo'lsa plastikka tushadi, to'g'rimi? Aytapman-ku, men hech narsa demayman. O'zing kalayni ishlar qiziqroq bo'ladi. Bunda direct blok bu yerda nimaga turibdi? Bu yerda esa razdatchik yoki dispenser, mana bu yerda esa toshni sindirishib kerak, to'g'rimi? Bekorga menga taxta kirka bermagansan, to'g'rimi? Sindiramiz va mana bu yerga qo'yamiz. Biron nima bo'ladimi yoki yo'q? Toshni qo'yish kerak, lekin bu holatida emas, sal o'zgartirib. Bu toshni yana qanday holatda qo'ysa bo'ladi? Masalan, otib yuborish kerakmi? Baribir hech narsa yo'q-ku buni sezadigan. Balki bundan oldingi xonada biron nima qolib ketgandir. Mana bu yerda biron nima bormi? Balki versak kerakdir yoki yo'qmi? Mayli, senga yordam bo'lsin. Versak umuman kerak emas. Xo'sh, mayli unda o'ylaylikchi, menda nima bor? Pechka bor, ko'mir bor va tosh bor. Aniq-ku buni eritish kerak, to'g'rimi? Tosh pishdi. Endi undan nima qilish mumkinligini o'ylash kerak. Toshdan qilish mumkin, albatta bu narsa. Nima qilish mumkin o'zi? Qani ko'raylikchi. Bundan tugma qilsa bo'ladi. Bo'ldi, menga yetib keldi. Tugmani qo'yib bosamiz va la'nati creeper. Bu tuxumni o'zini tashlamaydimi? Sen u yoqqa dispenser qo'ygansan. Uloqtirgich qo'yish kerak edi. Ha, hozir to'g'rilaymiz-da. Tugmani creeper portlatib yubordi. Endi nima, olmos bilan bosamanmi? Yoki u xonada birorta redstone beradigan narsa bordir. Qayoqqa ketyapsan? Bu yerda-ku tugmani. Mayli, o'zim ham biror yo'lni topardim, lekin vaqti yetib keldi. Hoziroq bu tugmani bosaman va meni ustimga creeper emas, uning tuxumi tushdi. Qanday yaxshi. Endi esa skeletni to'g'ri topdimmi? Ajoyib. Endi skelet mana bu yerga, creeperni esa bu yerga
qo'yish kerak va buni juda ham tez qilish kerak. Ular meni o'ldirib qo'yadi-ku, ovqatim ham yo'q. Damlab o'tib turaman. Mayli unda 1 2 3 buni qo'ydik. Endi Creeperni muhimi portlab ketma. Endi mana bu yerda tursa, Creeperni ochish kerak, to'g'rimi? Wow, o'tyapti. Yana hammasi Creeperga tegyapti. Umuman olganda menga damlamalaring ham kerak emas ekan. Hozir o'zi boplaydi. Men bir joyda turaman, Creeperni bo'lsa, skeletni o'zi qoqishtirib tashlaydi. O, tayyor endi bo'lsa skeletni o'zini ham qoqib yuboramiz. Tayyor. Men o'ldirmadim. Vohaha, men yaxshiman. Yaxshi bo'lish oson emas. Mayli, endi bo'lsa plastikani qo'yamiz va qo'shiq boshlandi. Buncha g'alati qo'shiq bu endi nima bo'lyapti? Mana bu yer portlaydi. Wow, portladi. Omad, qara shunaqa ham rost qo'shiq tushadi bu ya. Yana bir blok va men ozodlikdaman. Ha, menga afsuski ortiqcha blok bedrock. Wow, buni qaranglar, chitlar tashqarida ko'ryapman. Ana. Bloklarning orasidan ko'radigan qobiliyatim bor meni. Bu yer qamoq bo'lsa ham, lekin ovqat berib turiladi. O'lib qolmasliging kerak. Bo'l, men senga tezlik beraman. Tezlik. Bu yerdan tezroq chiqish kerak. Bu yer dahshat uzun. Nima biz orqamizga qaytib keldikmi? Nima? Qachon burilish ko'rdik? Mayli, orqaga qaytib yuguramiz yana. Arti, sen uchun bitta to'g'ri chiziq ham labirintga teng. Qayerdan bilay, o'zing chalkashtirding. O'zi nega bu yer bunchalik uzun, kaltaroq qilish mumkin emasmidi? 100 yildan beri yuribmiz. Shu tezroq borish uchun tezlik berib turibman-ku. Tezlik beramizki, damlab o'tamiz, o'lmaysan. Va nihoyat chiqib ketdik. Bu yerda esa tortcha bor ekan. Yo, elay bizni topib keldi. Sen qanday shuncha tuzoqlardan o'ta olding bizga o'xshab? Kallang qattirishlar kan seni. Yo, uni kallasi oddiy ishlaydi. Seniki bo'lsa, umuman ishlamaydi. Shuning uchun qiynaldik. Mayli, sen o'ta olding, damlamachalardan o'tamiz. Men sening bedroqli qamoqxonangdan o'ta oldim. Endi sen menikidan o'tasan. Menimcha sen buni qila olmaysan. Hamma gap qiyinligida emas, qiziqligida. Shuni bilib qo'y. Baribir obunachilar meni yutini ham hisoblaydi. Tushundingmi? Hozir o'ldirib tashlayman. Qoch, mendan ushlayman baribir. Men g'olib bo'lgandim. Hozir siz ko'rayotgan videoni sirli Telegram kanaldagilar bir kun erta ko'rishgan. Bu Telegram kanal juda ham sirli. U yerda siz menga xohlagan savolingizni berishingiz mumkin. Men esa ularga aniq javob beraman. Yana bu kanal a'zolari keyingi video nima haqida bo'lishiga ovoz bera oladilar. Eng ko'p ovoz yiqqan mavzu haqida esa biz video tayyorlaymiz. Yana biz u yerda ora-orada ovozli chatlar ham qilib turamiz. Birgalikda mazza qilib suhbatlashishimiz mumkin. Bu sirli kanalimizga a'zo bo'lish uchun esa bizning oddiy Telegram kanalimizga kirasiz va chekkadagi obuna bo'lish tugmasini bosasiz. Sizga mana bunday ekran chiqib keladi. Ha, bu pullik bo'ladi. Oyiga 14,000 atrofida. Men o'ylashimcha unchalik ham qimmat emas. Agar bu narx sizni qoniqtirsa, siz pastda yo Telegramning hamyoni yoki bank kartasidan foydalanasiz. Men bank kartasidan va davom etishni bosasiz. Bu yerga esa o'zingizning kartangizni ma'lumotlarni kiritasiz va tamom. Agar siz pul o'tkazib paytida biror xil muammolarga uchragan bo'lsangiz yoki savollaringiz bo'lsa, mana shu yerga yozishingiz mumkin va biz sizga albatta javob qaytaramiz. Mana qishloqqa birinchi xona, sen mana bu sariq tugmalarni bos. Bular senga yordam beradi. Menga yordam kerak emas. Bu yerda nima bor, yaramas. Bu yerda ko'pala go'sht bor ekan. Mazza. Bu yerda aslahalar ham bor, e'tiboring uchun. Qishloqqa endi men seni mana shunaqasidan qiynayman, damlamalar o'tib, tushundingmi? Nega qilich solgansan? Xo'sh, men bu yerda nima qilishim kerak? Taxtani sindirib, versak yasashim kerakmi? Bu yerda blok sindirish va qo'yish taqiqlanadi. Bu sandiqni sindirishchi mumkinmi? Yo'q, mumkin emas. Umuman olganda sandiqni sindirish mumkin. U holda hozirroq sindiramiz. Qani ko'raylikchi, bu yerda nima bor? Sandiqning ichida nimaga sindirdim o'zi? Sandiqni qo'yib chiqib ketish mumkinmi? Yo'q, albatta. Qishloqqa sen yaxshilab qara, balki biror nima bordir bu yerlarda, a? Sandiqni sindirding e'tiboring uchun. Ha, men yo'ldirganga yasashim kerak, tushunarli. Lekin endi menga temir kerak. Mana bu aslahalarni eritishim kerak, to'g'rimi? Ha, sen shuncha narsani eritishga ikkita pechka qo'yadimi? Bo'ldi, men ham senga o'xshab umuman yordam bermayman. Mana shu burchakda jimgina o'tiraman. Bu tugmalarni bo'saverman, chat to'lib ketdi, hech narsa ko'rmayapti menga axir. Men ham damlama o'tay-a, yoqarkanmi damlama o'tsa, yoqarkanmi? Yaramas, bir qomchiq men seni biror o'ldirdim shu damlamalar bilan. Ha, bir bor oxirida, lekin nima menga xalaqit beryapsan, vijdonsizlarcha. Hech qomchiq ekansan. Qo'rqma qilmasang-chi, hech narsani yo'qotganing yo'q-ku. Men tushundim shekilli nima qilish kerakligiga. Yo'ldirganka bilan yo'nab sakrab qochib ketish kerak, to'g'rimi? Ha, qishloqqa sen Minecraft nimaligini bilasan. Qanday bilmasligim mumkin, men unda yashayman. Sen undan ko'ra tushuntirding, bu yerda 8 ta temir bo'lakchasi 9 ta bo'lishi kerak. Minecraftda yashayman deysan-u, lekin bilmaysan hattoki qilichni eritish mumkinligini. Vohma qilmasang-chi, mana sandiqlar bilan erityapman endi o'sha qilichni. Aytmaysan o'zingga, men ishlatamiz deyapman-da-ki, jang pay degandek. Xo'sh, endi bularni yasashga menga verstak ber. Tezroq, qani verstak ber menga. Qishloqqa bu qamoqxonada senikidan farqli ravishda xatolar yo'q. Ha, unda men taxtalarni sindirib yasayman? Yo'q, hech narsani sindirish mumkin emas dedim-ku senga axir. Shunaqa deding-a, keyin bo'lsa sandiqlarni sindir deding. Yo'q, bu safar aniq adashmayapman. Bu yerda bir nima qilsa bo'ladi bu holatingdan chiqib ketish uchun. Qishloqqa menga qara, balki javob qayerdadir, shu yerlardadir.
menga qarasangchi, menga qara, menga qarasangchi, javob yaqin joydadir balki. Jim tur, meni chalg'itma, undan ko'ra yordam bersang bo'lmaydi. Balki mana bular verstakdan o'zgartirib qo'yilgan. Qishloqqa verstak ustidan mana shunaqa ko'rinadimi? Qishloqqa o'zing o'yla, verstak ustidan shunaqa ko'rinadimi? Ustidan-a? Ha, verstak ostidan mana shunaqa ko'rinadi. Ha, mana ekan verstak aytmaysan. Bo'ldi, yodirgalkani yasadim. Endi qochaman bu yerdan. 1, 2, 3, 10. Qishloqqa sen bu ishni bittada qildingmi? Kerak bo'lsa yarimtada qilaman. Nima qilyapsan qishloqqa? Lavani tagida biror nima qidiryapman. Baba bir nima berkitgansan. O, mana qayiq bor ekan, bergani. O, parkur, qayiqda lava. Lanatda. Voy, o'ylama qo'y. Voy, bir metr qolgan deya. Qishloqqa senga yana qayiq beraymi? Mana lavani ustidan qanday o'tish kerak? Yog'och qayiq bilan. Ajoyib qishloqqa. Endi sen birinchi xonaning oxirgi bosqichiga kelding. Xo'sh, men bu yerdan qanday o'tib ketaman? Bedroq to'g'risida o'taymi endi yoki biror nima berkitilganmi yana? Mayli qishloqqa, senga bir kichik yordam beraman. Seni bu yerga olib kelgan narsa bu yerdan chiqib ketishingda ham yordam beradi. Mening cheksiz aqlim haqida gapiryapsanmi? Lekin u ham bedroqni sindirishga yordam bera olmaydi. Ey, qishloqqa ustimdan kulyapsanmi? Bu yerga qayerda kelding-ku? Ha, aytmaysan, bo'p qo'ydi, men lavaga tashlab yuboribman. Bo'ldi, 1 minutlik ishdan chuk. Voy, o'lyapman. Voy, tiqilib qoldim, kimman? Mana senga bo'lmasam bedroqli qamoqxona. Bu yerda nimaga sirli xonacha bor? Mana shu yerda ham hamma kerakli narsa. Vo, bularni bo'lsa, to'yga ko'rish berar ekan. Mana bu sirli xonachani lekin bir ko'rish kerak. Hamma narsani shu yoqqa berkitgansan. Qishloqqa, sen ikkinchi xonaga xush kelibsan. Bu qamoqxonaning ikkinchi xonasi. Nima qilish kerakligini tushunyapsanmi bu yerda? Mana bu baliqchilar katta ehtimol bilan suyak kukuniga kerak. Bu yerda esa baribir birorta sirli dars topa olmadim. Bilasanmi nega? Chunki u bu yerda yo'q. Bu baliqchilardan men suyak kukuni olishim kerak. To'g'ri tushunayotgan bo'lsam. Ha, qishloqqa, sen to'g'ri tushunyapsan. Unda jangga hammasini yo'yaman. Bular ham uryapti-ku. Seningcha men shuncha baliqda qo'lda yo'q qilishingni o'ylab chiqqanmidim. Axir men bunchalik aqldan ozganim yo'q. Unda nima qilishim kerak? Mana bu yerda gubka bor ekan, o'shalarni ishlatamiz. Nega mana bunaqa blokdan devor qurgansan? Nima kerak o'zi bu? Qishloqqa, bu qamoqxona, sen undan qochishing kerak. Xo'sh, men bu gubkani olish uchun mana buni sindirishim kerakmi? Ha, shunday. Deb bas aqldoz deyman, shuncha narsani men rostdan sindirib chiqishim kerakmi? Yo'q, men aqldoz yanim yo'q hali. Unda sen baliqlarni shunchaki qo'lda o'ldirishga ham mumkin. Bu shunchaki xohlaganlar uchun. Xohlasang ishlatma. 1426 yildan so'ng Va nihoyat birinchisini sindirding. Endi ikkinchisini ham sindirishing mumkin. Qanday? Anvirlarning ustiga chiqsa bo'ladimi? Qani? Bo'lishi mumkin emas. Mana chiqib bo'lmayapti. Sen qanday qilyapsan? Chitlaringni o'chir, qishloqqa yaramas. Bunday qilish mumkin emas. Ikkitaligida qilish mumkin ekan. Ay, kuyni prokachat qil, deyman, yo'q deysan. O'tirasan keyin mablag' qilib. Qani endi mana bu gubkani ham qo'y, surilinglar. Gubka qo'ygim kelyapti meni. Gubka qo'yish haqqim yo'qmi? Yo'q, qolsin. Yaramas. Hammani hozir jirvoq qilaman, jibdan. Aytgancha suyak kunining tushish ehtimoli ataga 5%. Tushmasligi ham mumkin degani. Hech qisi yo'q. Tushmasa bu seni aybing. Ataga ikkita tushgan bo'lsa kifoya. Qani tushibdi bitta bo'lsa ham. Bitta emas, ikkita tushibdi. Men bittasini olib qo'y. Endi men buni bog'orga ishlatishim kerakmi? Nega bittasini olib qo'yar ekanman? Senga ikkalasi ham kerak. Negadir ishlamayapti. Bog'orni ustiga bossam ishlarsa bo'lmayapti. Balki bu bloklar ustida hech narsa bo'lmasligi kerakdir. Mayli, unda yana bir bor tekshirib ko'ramiz. O'xshaydi degan umiddaman. Balki u joy o'xshadi. Joy endi men buni sindirish kerak. To'g'rimi? Sindirdim. Bu uzoqqa tushishga qanday olaman? Qishloqqa, senda g'ij omad bor o'zi ham. Men senga gubkalarni ishlatish imkoniyatini beraman. O'zicha imkoniyatlar berib tashlaydi. Bermay ham ko'radi. Mana kelmadi-ku. Qishloqqa, sen juda omadsiz qishloqsan. Men senga mana shu oxirgi imkoniyat. Agar shu safar ham bo'lmasa, bo'ldi, yutqazdik. Omadsiz bo'lsam, sendek do'stim bo'larmidi? Yo'q, to'xta. Bu omadsizlikka misol-ku. Ha, mayli qishloqqa, chiqish yo'lini tezroq o'yla. Qanday chiqish mumkin bu xonadan? Qishloqqa, bu xonadan aniq sakrab chiqib bo'lmaydi. Biror nimani o'ylab topish kerak. Bo'ldi, o'ylayapman. Mana bunisi qancha xo'sh, men qancha qatdan olishim kerak seningcha, ha? Qancha qatdan olaman? Men qayerdan bilay? Bu qamoqxona, sen u yerdan qochishing kerak. Shuni tushunyapsanmi o'zi? Mayli, senga osonlashtirish qilaman. Uni men ko'rmas ramka orqali berkitganman. Hozir topaman. Mana ekan qancha o'zing mashaqqa surab kelding. Ichiga tushdi-ku, qanday olaman? Ha, men bitta sindirgandi, bo'ldi. Asabimni buzganing uchun Anvarni boshqatdan sindirasan. Ukam, IQ cheksiz, bilib qo'y, chiqib ketaveraman men. Qishloqqa, senga bu mo'g'or hali kerak bo'ladi. To'g'ri, kerak bo'ladi. Lekin menda ajoyib qo'yaman. To'xta. O'tchachi, ko'rdek, qochib ketsa bo'ladi, xohlagan joylar muhima qoqish kerak. Bu yerda armon yotibdi ekan. Bo'ldi, chiqdi. O'zi bu qanchini men nima qilmoqchi edim? Ha, esimga tushdi. Bu yoqqa kelsingarcha. Bo'ldi, qo'ysa qorinchalar bor endi. Endi mamday qilamiz-da. Bu daraxtni o'stiramiz va ramkani yo'q qilish kerak edi. Qishloqqa, sen
matematikani ham zo'r bilarkansan va? Hechqisi yo'q, hammasini hal qilamiz hali. Suyak kukunini mana bu sigirdan olaman. Sigirdan ham tushadi, ishonaver. Ha. Mana oldim, suyak kukuni tusharkan. Yo'q, sigirdan suyak kukuni tusharkanmi? Qiziq. Rostini aytsam, bu qiziqorinlarni yo'q qilaverib, charchab ketdim. Nega bazzaku? O'smadi. Men yapta tashlab bu safar o'sadi. Vo biz, yo'q. Qiziqori shuncha baland bo'ladimi? O'sha yoqqa chiqsam qochib ketardim lekin. Bo'ldi, bu safar hammasi o'xshaydi. Devor yo'q bo'l. Bunisi ham baland o'sdi-ku nima bo'lgan bu qo'ziqorinlarga? Qishloq, bu sening eng omadsiz qamoqxonang bo'ldi, rostini aytsam. Mayli, yo'lni davom etishimiz kerak. Ketdik. Bu yerda poyezdcha bor ekan. Bosdim, o'lyapman. Nega voqma qilasan? Shunchaki ustiga o'tirib turish kerak edi. Qishloq, bu yerdan ketish uchun sening ikkita yo'ling bor. Yoki mana bu golemni hal qilishing kerak, yoki mana bu sariq joyga anvilla tushirishing kerak. Tushundingmi? Men golemni o'ldirishga harakat qilaman. 1 2 3 o'rdak. Bam! Uchta golem o'ladimi? O'tib ketdi-ku. Rostini aytsam, men sariq joyga bittada tushirgan edim. Menga shunaqa tuyulyaptimi yoki bu mexanizmni men oldin ham ko'rganmanmi? Birdaniga 3-4 tasini o'ldi men. Qishloq, bu kelishda sen hali beri sariq joyga tushira olmasang kerak-ku. Sen menga ishon. Sen hozir bir ko'rsataman senga. Men senga hozir tushadi. Ana tushadi. Yana tushadi. Ko'pala tushadi. Tushdimi? Yo'q, ozginagina o'tib ketdi. Bu safar o'xshaydi. Bu mashina faqat meni portlatishdan boshqa ishni bilmasganda. Bu safar qayerga tushadi? Sen menimcha sariqdan boshqa hammasiga tushirding. Bunisi qayerga tushar ekan? Balki o'sha dam yetib kelgan. Yo'q, o'tib ketadi aniq. Yoki yo'q, golemga tekizdi. Bunaqada yaxshi hisoblamagansan. Golem o'lmadi, lekin o'lish kerak edi. Va nihoyat bu kun yetib keldi. Va nihoyat sariqqa tushdi qishloqqa. Hozir golemga qiyin bo'ladi. Hali ko'p kutamizmi? Yo'q, aslida allaqachon qulash kerak edi. Qanaqadir muammo bo'lganga o'xshaydi. Seni qamoqxona uchun oddiy holat. Mayli, bo'lmasam qo'lda ishlataman buni. Yaxshiyam men bu stalagmit yoki stalaktitdan tezroq tushaman. Qiziq, o'zim men nimaga tezroq tushaman undan? U og'ir emasmi? Yana aerodinamik bo'lsa. Shunaqa gaplarni ham bilaman degan. Bobur sizga chiroyli bo'ldi. Anvillarni qulashini aytyapman. Golemni o'ldira olmaskan, Vardinni o'ldirmoqchi bo'lib yuribman. Nega o'zi devor portlamadi, allaqachon portlash kerak edi. Men qo'shdim, ozodlik, men baxtiyorman. Men baribir ozodlikdaman, ozodman men. Hech kim meni. Bo'ldi, qoch qishloqqa, hozir devor portlab ketadi. Yarramas, devor portlash qo'yasini mendan chopgansan. Nega bu oxirigacha portlamaydi? Nima men buni endi qo'lda sindiraymi? Mayli, sen menga kirka bergandek, sen ham ola qol. Bo'larkan-ku, bu dunyoda adolat bor ekan-ku, biz ham tirik bo'larkanmiz-ku. Mana devor sinding. Nima qamoqxona tugadimi? Ozodlik meni kutib ol. Va nihoyat men ozodlikdaman. Men Qishloqqa, bu qamoqdan qochishning faqatgina bittagina yo'li bor, tushundingmi? ozodlik. Mayli unda, keyingi xonaga olg'a. Bu yerda suv-ku. Men suvda nafas olyapman degandim. Maxluqlardan cho'qib, nima qilish kerak bu yerda? Qishloqqa, sen dengiz yuragini yasashing kerak. Bo'ldi, tushunarli. Hammasini qo'qqaman, yo'yyaman, ana bu yerdaman, bo'ldi. Nega men o'zim uncha senga suzyapman? Mana kelib verstak bor. Mana bularni hammasini ramkadan chiqaramiz. Ataga 60 sekund vaqtim bor. Tezlashish kerak. Tez. Hammasini. Voy, yopishdi-ku hammasini qayta qochay. Voy, bittasi qolib ketdi. Voy, bloklarga tiqilib qoldi bu qilgan. Beringlar iltimos. Qishloqqa ozgina shoshil, ataga 17 soniya vaqting qoldi. Men senga yordam beraman. Bo'ldi, dengiz yuragini yasab bo'ldim. Hozir joyga qo'yish qoldi. Tezlash kerak. Qishloqqa 10 soniyadan kamroq vaqting qoldi. Bo'ldi, qo'yoldi. Men endi cheksiz suvdagina nafas ola olaman. Sen maxluqlar chalg'itib tur, men desa mana bu bloklarni sindirib olay qochish uchun. Bo'ldi, tushunarli, senga yordam beraman, lekin hammasini qaytarib tura olishimga ishonchim komil emas, ham yerdan bosishyapti qishloqqa. Voy, blok qo'yib tashyapti-ku, qo'yib tashladi hammasini. Yaxshi, men bu g'ijimlarni birinchi bo'lib hammasini bitta cho'mib chiqaman. O'ylab qarasam, shunaqasiga osonroq ekan, umuman ko'p vaqt ketmadi. Qishloqqa oxirgi bosqichga yetib keldik. Bu yerda sen tezlashing kerak. Mana bu temir parchasini qutqarib qolmasang, sen bu qamoqxonadan o'tolmading hisob. Ha, tushunarli bo'ldi. To'rdan sekin tushyapti, shuning uchun vaqtim bor ekan. Shu vaqtingni temir quymasini qanday saqlab qolishga ishlatishni maslahat berardim. Gapirmay to'g'ri o'ylayapman. Qanday saqlab qolish mumkin? Bloklarni sindirish mumkin emas, to'g'rimi? To'g'ri.
Xo'sh, shunda qanday qilib saqlab qolishimiz mumkin ekan? Men verstak tayyorlab qo'ygandim. Hech qisi yo'q, siqilma. Xo'sh, o'ylash kerak. Ha, Minecraftda bir xil narsalar bir-biriga tortishadi. Biz aynan shundan foydalanishimiz kerak. To'g'rimi? Qani birlash chaqqon. Endi ozginagina qoldi-ku. Yaqiningda turibdi-ku, birlash, jim ozgina. Bu tarafga birlashdi. Yo'q, bunisini men ko'tara olmayman. Shunchasi o'tgandan keyin bo'lmaydi. O'zing ham tushun, men ko'p ish qilib qo'ydim shunchaki yutqazib ketishga. Shunaqa seni yana omading kelmadi. Ha, mayli, bu omadga bog'liqligi uchun senga ikkinchi imkoniyatni beramiz. Endi nima qilish kerak? Senda asal ip verstak bor. Sen bu xonadan qayiq orqali chiqib ketishing kerak, lekin qayiqqa o'tirish taqiqlanadi. Shuni unutma, o'tirsang mag'lubsan. Bu safar aniq. Xo'sh, men aniq sham yasashim kerak. Qayiqni esa mana bu yerga qo'ysam, keyin unga baribir o'tirishimga to'g'ri keladi. Demak, men bunday qilishim kerak emas. Ha. Agar to'liq bloklarni qo'yish mumkin bo'lmasa, demak shamni qo'yish mumkin. Lekin sham 2 blokka chiqishga yordam bera olmaydi. Qoldi shamni mana bu yerga qo'yamiz, ustiga esa qayiqni qo'yamiz. Bunga esa o'tirmasdan chiqamiz. O'tirmasdan. Ko'rdingmi, hech narsa buzilgani yo'q. Men beozodlikdaman. Shunaqa asalarilar senda qasos solishmoqchi. Buni ahamiyat yo'q, shunki men ozodman. Uchdim, beozod qushman. Uchdim. Mana do'stlar, ikkalamizning ham bedrockli qamoqxonalarimizni ko'rdinglar. Endi esa izohlarda kimniki zo'ravligini yozib qoldirishning ayni payti. Va videoni boshida kelishganimizdek, yangi narsa o'rgangan bo'lsangiz like bosing. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling.